Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, do'stlar, ko'rib bo'layotganlaringdek, seysmopoyezlarimizni quyish jarayoniga ketyapti mana do'stlar, tepada. Xudo xolasa narigi bitta komnatamiz bitdi. Hozir ikkinchisini qilib bo'lyapmiz do'stlar, qanchalik sizlarga ko'rinyapti. Xudo xolasa bugun bitirib qolsak, ertandan steyashkasini boshlaymiz. Birinchi etajda shu bilan bu tomondan qo'shni xonadoniga, uchastkasiga plitalarimizni tushirib qo'yganmiz. Xudo xolasa mana kran kelib tushirib ketgan 8 dona plitani 13 metrga, ya'ni 1,5 metrlik plitalarni olib qo'yib qo'yganmiz mana. Xudo xolasa bir 2-3 kun ichida plitalarni ham olib birinchi etajimizni xudo xolasa yopamiz. Shu bilan ikkinchi etaj ham xuddi mana shunday ko'rib turganingizdek gazoblokdan uriladi. Ya'ni bizda Qirg'izistonda gazoblok deyilar ekan. Mana shu ko'rib turganingizdek 60 ga 20, 30 eniga ko'rib turganingizdek. Mana ishlar ketib boryapti hozir.